Bitta 15 taligimiz jo'natib yuboryapmiz mana. Nijniy Gareniya. Axtachaga ketyapti endi bu. Pastlarni orada bitta klientimiz bor edi, santexnik zakaz qilib mana jo'natib. Like, podpiskalar esdan chiqmasin, mana biz saytga yarisiga tashab kelaveradi. Xudo xolasa oz qolyapti. Zakaz qilaveramiz. Bugun 1 soat dedi kuni ekan mana. Meni kunim bugun deya. Kecha dam olgan. Assalomu alaykum. Mana ikkita katolimiz jo'natib yuboryapmiz. Bittasi Qizilko'prikka 15 nijniy. Aka mana jo'natib yuboryapmiz Sotabek aka. Xorazmga. Sizni katyolingiz bilan yuklab qo'ydik. Xudo xolasa yetib borganda ekan. Qabul qilasiz. Tozalovlari ham bor. Mana shopir akam olib ketyapti mana. Katyolingizni yuklab qo'ydik ekan. Bugun ketasiz? Ertaga ketar ekan akam. Nima deysiz? Zaydbek mana ketyapti. Bitta donani Semashkaga olib ketyapti. O'zimiz Andijon Semashkaga. Zakaz Europa sayti orasida mana avtomat garelkalar bilan ketyapti. Gazi bordagi 15 nijniy. Bemalol zakaz qilaveramiz o'rtoqlar. Katyollarimiz bor. Assalomu alaykum homiylarga. 20 talik katyolimiz hozir ketyapti. Bu Samarqandga 20 talik Vertniy Gareniya. 10 talik Nijniy Gareniya Qorasuvga, Andijon Qorasuvga ketyapti. Xudo xohlasa zakaz Europasi bemalol aytaversa, hammasi elektronikalar bilan jihozlangan. O'zini klapan gradusniy, dimmer, ventilyator, zaslonkasi hammasi komplektida bor. Xudo xohlasa behijolat minivatorlar bilan uteplet qilingan. Issiq opolashlar o'ta zo'r, pashti 90% KPT deb ayta olamiz. Zakaz Europasi bemalol aytaversa, xudo xohlasa qilib beramiz mana. Ters esdan chiqmasin a? Ters like. Nomeradin svarshi deb qo'ying-da. Mana shu bola eng krutoy svarshiylardan hozir. Haqiqatan nomeradin. Chaklariga mazza qiladigan odam mana shu odam. Bu keyingisi mana kulayotgani keyingisi. Buyog'am o'ta kuchli svarshi. Otabek Shorurbeklar bilan mana bitta jo'natib yuboryapmiz yana. 15 Nijniy Gareniya. Hozir Marg'ilonga ketyapti. Mana Avazli ukajonim olib ketyapti. Tashab keladi hozir. Lokatsiyalari tayyor. Navoda yana shunaqa katyollar kerak bo'lsa bemalol aytaverasizlar. Xudo xolasa qilib beramiz bilganimizcha. Endi mana bunaqa holatga keldik. Bir hafta, 10 kun, 1 oy oldin aytib qo'yarasizlar endi. Iloji boricha. Like, podpiskalarni ayamaymiz. Kommentariylarga yozib turamiz, fikrlarimizni bildiramiz o'rtoqlar. Xudo xolasa behijolat katyollar bizda. Bek katyollari. Assalomu alaykum hammalarga. 30 talik Nijniy Gareniya Zilonmas ketyapti Ravshan akaga. Mana Mursatbek olib ketyapti. Bilmayman, bugun juda ko'p berib yubordik. Xudo xolasa hammaga qilib beramiz. Like, podpiskalar esdan chiqmasin. Katyollar beryapmiz. Mana meni sinfdoshim do'stim Xudoyberdi ham keldi, hozir katyol so'rayapti. Tugab qoldi san, hapolib burnini qashlab o'tib ketyapti mana. So'kini ketyapti. Mana yana bitta katyolimiz berib yuboryapmiz. Oxyorga 15 talik Nijniy Gareniya. Xudo xolasa endi yana sheriklar chiqarib, qo'shnilarga ham berib yuboramiz. Zakaz Europa sayti orasida mana chiqqan beryapmiz xudo xolasa mana. O'zimiz komanda. Like, podpiskalar esdan chiqmasin. Avaz bilan olib ketyapti o'shagani. Mana ukajonim, siznikini kargoga chiqarib yuboryapman, Qo'qonga. Hamma yo'q joyida mana xudo xolasa. Ventilyatorlar ham, mana klapanlar ham hamma yo'q, gradusniy bar, menga hamma yo'q komplektda bor, tayyor. Ishlatib nastroyka qilib qo'ydik. Xo'p. Tozalovlar ham tayyor turibdi. Hamma yo'q go'zal xudo xolasa. Mana bu bola olib ketyapti hozir o'zimiz mashina. Haydab ketyapti. Hozir ega bormam, bitta video qilib berdi, bu bolaga berganda. Assalomu alaykum hammalarga. Mana yana ikkita katyolimiz chiqarib yuboryapmiz. Bitta 15 talik Nijniy Gareniya Namanganga, bitta xudo xolasa 10 talik Nijniy Gareniya Romaga. Zakaz Europa sayti orasida kapatasi zo'r, haqiqatda zo'r katyollarimiz bizda chiqyapti mana. Bemalol qosab kelishaveradi mana. Zakazlar qabul qilaveramiz. Mirjalol ukamiznikidagi katyolni ko'ryapmiz mana. Ishlashlari zo'r deyapti. Belalma ko'mir ekan bularda. 65 ta. 70 ga chiqqanda o'chadi. Ko'mirni yonishini ham ko'ramiz hozir. Yomon qilib turuvchi ularga. Çok borusu dahşat. Bu bakın bir kerak etdi. 35 kilo. 35 kilo. 35 kilo sig'atdingizmi? Uni yengil o'tirar ekan ko'mir. Belalma. Ha, yengil o'tiradimi? Yengil o'tiradigan ko'mir ekan. Mana bunaqa yaltiroq ko'mir ekan. Mana shu belalma ekan mana shu. Xuddi qozonga o'xshaydi bu hamchi.
Ventilyatorda eng pastga qo'yib qo'yardim. Ha, o'zi aytadi. Mana gradusimiz 49 ga chiqdi, 60 ga qo'yilgan. Mana bu yerda mana shunaqa. O't yonyapti hozir. Ana. Nijniy горение kotyol. Kotyolni KPDsini qanaqa bilasizlar deysiz, mana ushlab turaverasiz. Dimog'ini o't yonaveradi. Qo'lni kuydirib yubormang, qo'l yopishib qolmaydi o'rtoqlar. Mana shu kotyolda KPDsi bo'ladi. Bu yoq endi o'ta sovuq turadi. Dimoqot ma'lum miqdor isiydi, lekin cho'g'ib ketmaydi, va kraska kuymaydi. Shuni inobatga olib qo'yasizlar o'rtoqlar. Oddiy angren ko'mirda yonyapti. Ha, Bayramjon.